Assalomu alaykum, men Gulzira Tashmamat, singlim Gulgina Tashmamat uchun guvohlik bermoqchi. Singlim Gulgina Tashmamat 31 yosh. 2010-yildan 2017-yilgacha Malayziyada texnologiya universitetida o'qigan. 2017-yil 12 oyda aspirantlikni bitirib, 2018-yili 1-oyda doktorlikni boshlamoqchi edi. Bak yaxshi natija bilan. Ammo 2017-yili 12 oyning 26-yili 26 kuni G'uljiga qaytgan peti hozirgacha izligi yo'q. Singlim G'uljiga tushgandan keyin 2-3 kunlardan keyin bosh surtini almashtirish orqali o'zining sog' salomat kelganligini uqdi. Ondan 2018-yilda kirib ketdi, bir ish ketdi, ammo singlimdan hech xabar olmadim. Turibla oningki Mau öndedarninki aqtam surtininki bu qarang'u bir uyning ichida yerim gavdininki tug'anligini ko'rdim. Men buni ko'rib, singlimning cho'qim bir kelishmaslikka uchirganligini hamda u vaqtlarda Xitoyning chet eldan qaytgan har bir Uyg'urni lagerga solayotganligidek mushta xabarlarni anglab turganligim uchun singlimdan ansirab, bu rasmni menga bergan bir signali deb o'yladim, chunki mening hech qanday aloqam yo'q deydilar bilan. Bir do'stim orqali singlimning haqiqatan bu lagerga kirib ketganligini bildim, ammo qachon chiqadiganligini hech qanday uchur deb bermadi u do'stim. Shu zaman meni juvatdi. Shuni yaqin men singlimni izlayapman 2018 1-oydan tortib. Ammo hozirgacha hech qanday ish uchurni izlab topolmadim. Shuning uchun singlimga ega chiqdim. Singlimning hech qanday gunohi yo'q. Singlim Malayziyada faqat 7 yil o'qidi. O'qishdan boshqa vazifasi bo'lmadi. Singlimning do'stlari, Malayziyadagi do'stlari, singlim hech qanday o'shiqishga aralashmagan Xitoyning atalmish davatgan o'shiq-to'shiq ishlarga. Singlim faqat Malayziyada o'qiganli bir gunohi bor. 7 yil, ammo yaxshi o'qiganli gunohi bor. Uningdan sirt shanba paravanlik ishlar qatnashatdi. Lego kursida o'qituvchi bo'lib o'zining pachpirat xarajatini topatdi. Taki 7 yil o'quvchi dadamning o'z xarajati bilan o'qigan singlim. Hech qanday Jongo hukumatidan bir mo'chan, bir pul yeb baxmagan. Singlim bak yaxshi o'qigan, a'lo natija bilan magistrlikni bitirib, PhD ya'ni doktorlik iltimosini qabul qilinib, qo'lida shu chaqiriqlari hamma nimasi batdi. Singlim shu ta'til bo'lib uyga ota-onamning xabarini o'qish uchun, ularning sog' salomatligi uchun qaytgandi, ko'rib boqayda. Bir oy ta'tilga qaytgan. Ammo 2017-yil 12 oyning 26-sida qaytgan peti hozircha xabar yo'q. Men Jongo hukumatining singlimni hozirni o'zida qo'yib berishni, Malayziyaga kirib o'qishini qayta davomlashtirishni yo'l qo'yishni, ham hozir nadlikini, ahvolining qandayligini menga bir javob berishni talab qilaman. Agar singlimning yana hech qanday xabar bo'lmasa, men singlimni izlashni hargiz to'xtatmayman. Jongo hukumati sizlarga deb qo'yay, singlim gunohsiz bir qiz bola, hech qanday ishga arish baxmagan, faqat o'qishni bilgan. 7 yildan yaqin yaxshi o'qib, qo'liga masterlik, magistrlik diplomini a'lo natija bilan olgan bir qiz bola. Uning hech qanday gunohi yo'q, sizlarning singlimni sulab qo'yish haqqinglarmi yo'q. Singlimni hozirning o'zi qo'yib berishinglarni talab qilaman. Agar qo'yib bermasanglar, men teximiz deyman singlimni, xalqaro sudga arz qilaman sizlarni. Men hargiz to'xtab qolmayman. Singlim qatorda yana 3 million begunoh Uyg'urni sulab qo'yganliginglar uchun bu guvohlikni beryapman. Xitoy hukumati begunoh insonlarni qo'yib beringlar. Biz Uyg'urlarning hech qanday gunohi yo'q. Bo'libmi singlimning hech qanday gunohi yo'q, buni sulab qo'ysanglar bo'lmaydi. Men sizlardan qattiq talab qilaman, singlimni hozirni o'zi qo'yib beringlar, Malayziyaga chiqib o'qishni davomlashtirsin. Bu mening sizlardan kutadigan talabim.